Do'stlar, bugun 2026-yil may oyida turibmiz. Imkon qadar sizlarga hamma giloslarni, bular mavsumiy giloslar hisoblanadi. Erta pishar, o'rta pishar va kech pisharlar yig'ilgan. Imkon qadar hammasidan yig'ib O'zbekistonda eksport bo'lishi mumkin bo'lgan navlarni obzor qilishga harakat qilamiz. O'zlaring ko'rishlaring mumkin eng erta pisharlar va o'rta pisharlar. Bu tomonda mana bahor gilosi. Bu eng birinchi pishadigan gilosimiz bo'ladi. Shu sababdan u qorayib ketgan. Bu Royal Tiago, bu ham eng birinchi pishganlardan, bu ham qorayib ketgan. Mana bu tomonda Nimba gilosi, bu ham erta pisharlardan. Uzoq vaqt davomida, eng uzoq vaqt davomida sotiladigan, kalibri juda ham yirik bo'lgan nav. Mana bu yerda Giant Red ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin, Giant Red gilosi. Uzoq vaqt davomida savdo ketadi va qattiqligini ancha-muncha vaqtlar mobaynida ham yo'qotmaydigan Svet Lorens bilan Svet Ariana giloslari ham bor. Do'stlar, bular O'zbekiston muhitida hammasi eksport jarayonida juda ham yaxshi ketgan. Bu tomonda mana skina bor. Buni pishish davriga hali bor, lekin bu giloslar qatorida buni ham qo'yishimiz kerak. Sabab skina ham bozorlarda o'z o'rnini topgan, juda ham kech pishar gilos hisoblanadi. Valovoy gilosidan 15 kun, 10 kun kech pishadi. Bu valovoy, bu 10 kun, 15 kun kech pishadi. Ko'rinishidan ham bilinib turibdi va bu yerda Carmen eksportga oladi, lekin yumshoq bo'lsa ham eksportga olaveradigan gilos bu ham. Kalibri yirik giloslardan hisoblanadi. Sizlarga doim joy tanlamas va joy tanlaydigan sortlar haqida ma'lumot berilyapti. Men ko'proq tavsiya beraman, Nimba gilosini ekishlaringni tavsiya beraman. Ko'rishlaringiz mumkin, yirigi 34, aksariyat 30, 32, 34 holatda bo'ladi Nimba gilosi. Bu ham eksportga yaxshi ketadi va sizlarga Giant Red gilosini tavsiya qilaman. Bu ham juda ham yirik gilos. 35 gacha. Bu ham 34, 34, 35, 30, 32, 34, 35 gacha bo'ladi bu ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Giant Red gilosi va o'zimizning Valovoy ko'proq Svet Ariana va Svet Lorenslarda ham bemalol tavsiya qilishim mumkin. Bu ham lekin vodiy hududida yaxshi effekt beradi. Voha tomonlarda bu erta gullaydi. Shu sababli mana 30, 32 da ham ko'rishlaringiz mumkin. Voha tomonlarda buni sovurib qo'yish ehtimoli ko'p kuzatiladi. Joy tanlamaydigan O'zbekistonning barcha nuqtalarida ekishingiz mumkin bo'lgan gilosi navi Giant Red va Lapens navini ekishlaringni maslahat beraman. Bular joy tanlamaydi. 12 ta viloyatda barcha hududda bir xil daromad va bir xil natija beraveradi. Agar sizning yeringiz vodiyda bo'ladigan bo'lsa, Nimba yoki bo'lmasam Valovoy yoki Svetlar oilasining barchasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Lekin skina navini ham O'zbekistonning barcha hududiga ekishlaringiz mumkin bo'ladi. Chunki bu ham juda ham kech gullaydi va kech pishadi. Shu sababdan sovuq urish ehtimoli juda ham kam kuzatiladi. Do'stlar, videolarga bitta like bosamiz, mehnatlarga bitta like bosamiz. Sabab sizlar uchun ishlashga harakat qilyapmiz. Bularning ichida hozir sizlarga bir ikkitasini shakar moddasini o'lchab ko'rsatishga harakat qilaman. Mana Svet Lorensni o'lchaymiz. Qattiqligi juda ham qattiq. Mana 23.1. Bu o'sha italyanskiy sort hisoblanadi. 23.1 da italyanskiy gilos. Endi Nimbani shakar moddasini o'lchashga harakat qilamiz. E'tibor berib qo'yinglar. Buni ham ichi juda ham qizarib ketgan. 29.6. Ko'rganlaring 29.6. Bu Nimba gilosida hisoblanadi. Bu juda ham shirin hisoblanadi, do'stlar. Va hokazolar. Bular ichida barchasi juda ham shirin giloslar hisoblanadi. Tavsiyalar bo'yicha berilgan ma'lumotlar va tavsiyalar bo'yicha agar gilos bog'dan bog' qilmoqchi bo'lsalaring, yutqizib qo'ymaysizlar, chunki sizlarning hududlaringdan va sizlarning iqlim va ob-havo va sizlarda kechadigan yog'ingarchiliklardan kelib chiqqan holatda sizlarga tavsiyalar beriladi. Inshaalloh, agar Xudo xolasa tavsiya bo'yicha bog' eksalaring, gilos bog'i yoki barcha turdagi boshqa bog'larda eksalaring, Xudo xolasa natija 100% bo'ladi. Inshaalloh
natijaga chiqqunlaringgacha bepulga konsultatsiya olib borib yordam beramiz. Xudo xolasa barchalaring daromadga olib chiqib, qilingan bizga ishonch bildirilganligi uchun rasxodlaringni chiqarib bemalol daromadga ketganlaringgacha onlayn holatda bepulga o'rgatib yordam beramiz. Obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa qiziqarli videolarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi yoki qanaqadir bog'dorchilikka oid daraxtingiz yoki mevangiz bo'ladigan bo'lsa, uni yetishtirishingizda yo qanaqadir kasallikka cholinganda uni sog'lomlashtirish ishini olib borishda yordamimiz tegib qolishi mumkin bo'ladi. Shu sababdan obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Bu videoni gilosdan bog' qilaman deyotgan aka-uka, fermer og'aynilaringizga jo'natib qo'ysangiz, inshaalloh yordamimiz tegib, foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Salomat bo'lasizlar va like bosish esdan chiqmasin.